Amerika hökuməti bir neçə ildən buyan TikTok'ның xususi uçurlarını toplaş hamda Xitoy hökumətiga yetkizib berish qilmishi tufaylidan Amerika tavasidan TikTok'ni uzul kesil cheklash tashabbusini o'tirg'a qo'yib kelayotganligi ma'lum. Bu qitimga guvohlik berish yig'inida bu masala yana bir qitim markaziy tema bo'lgan. Shu qatorda Markaziy komitetining raisi, Kengash palata a'zosi Marco Rubio navoda Xitoy hökuməti hamkorlashga majbur qilsa, TikTok shirkati mazkur app o'rnatilgan millionlagan uskunalarni kontrol qila olamdi deb so'raganda, Ray apandi kaskinlik bilan shundaq deb javob bergan. And ByteDance US were willing to cooperate or forced to cooperate. Could they use TikTok to control data on millions of users? Yes. Could they use it to control the software on millions of devices given the opportunity to do so? Yes. Ayapanda sözüdə Xitoy hökumətinin özü kontrol qıla alğan milyonlagan üskünlər arqılıq yana Amerika təvəssüdəki TikTok işlətkiçilərini bir-biriga qarşı qılıb selib qoya alaydiganlığını alohida ta'kidlagan. Onun bayan qilishçə, Xitoyda har qandaq şirkat cəzmən hökumət bilan şərtsiz hamkorlashqa majbur bo'lg'achqa, ularning boshqa tanlashi bo'lmaydi ekan. Texim muhimi, TikTok faqat Amerika təvəssüdəki qo'llanuvchilar uchun loyihalangan bo'lg'achqa, Xitoy təvəssüdəki qo'llanuvchilar uning Xitoycha nashri bo'lgan Douyinni ishlatadi ekan. Qo'llanuvchilarning rayon farqidagi cheklama tufayli Amerika tavasidagilar Douyinni, Xitoy tavasidagilar TikTok'ni tushirolmaydi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika tavasida TikTok'ni qo'llanuvchilar 100 milliondan oshadigan bo'lib, dal mushu xil andishalik sabablar tufaylidan Amerika hukumat tarqatib bergan uskunalarga TikTok'ni o'rnatishni ma'ni qilish haqida qaror olgan. Dunyoning boshqa joylaridami bu xildagi ma'ni qilishlar yaqindan buyon ko'plab o'tirg'a chiqishga boshlagan.